Buxoro cho'llarida Chorvoqdan kattaroq bo'lgan ko'l paydo bo'ldi. Bu ko'l Buxorodagi Peshku cho'llarida yoqqan yomg'ir natijasida hosil bo'ldi. Uning egallagan maydoni Chorvoq suv omboridan ham kattaroq. Hozir bu ko'lda taxminan 350-500 milliard litrga yaqin suv bor. Tushunishingiz uchun bu suvni O'zbekiston aholisiga bo'ladigan bo'lsak, har bir aholiga 13500 litrdan to'g'ri kelar ekan. Lekin eng muhimi suvni saqlab qolish uchun aqlli nasoslar yordamida suvni doim aylantirib turish kerak. Shunda suvning bug'lanib ketishi sekinlashib, suvdagi balchiqlanish rivojlanadi. Natijada cho'lni yashil vohaga aylantirishga yordam beradi. Foydali ma'lumotlar uchun obuna bo'lib qo'ying. Dunyodagi eng qimmat nasos stansiyani puliga 7 ta Neston qursa bo'ladi. Bu stansiya Amerikada joylashgan bo'lib, 2005-yildagi kuchli bo'rondan keyin qurilgan. Uning qiymati naqd $1 milliard dan ortiq. 11 ta ulkan nasos har biri 5400 ot kuchiga ega. Uning vazifasi butun shaharni suv toshqinlaridan himoya qilish. Eng qizig'i, bu stansiya sekundiga 542 ming litr suv haydaydi. Bir soatda esa 2 milliard litrdan ortiq. Bu degani 10 million insonning bir kunlik suvga bo'lgan ehtiyojini bemalol qondiradi degani. Suv nasoslari haqida shunaqa foydali ma'lumotlar uchun obuna bo'lib qo'ying.